Yangi yiling bilan Gruziya qirolichasi seni Xudoyimning o'zi asrasin. Qulflangan xonaga qanday qilib kirding? Eshikni qulflamagan ekansan. Bekorlarni aytibsan. Eshik qulflangan edi. O'zim ochib kirdim. Qaydan? Keldim-u, sem ochildi. Eshik ochildi. O'lay agar. Mendan nima istaysan? Hech narsa. Hech narsamış. Men hatto ismini ham, familiyasini ham bilmaydigan. Har kuni menga 1 soat qizillattirgur, 1000 so'mdan pul yuboradigan. Jazmanlarimni mendan yuz o'girtirgan kimsaga nahot hech narsa kerak bo'lmasa. Axir sendan hech narsa so'rayotganim yo'q-ku. Men so'rayapman. Hozir. Mana seni ro'parasi 12,000 pullar. 1 so'maga ham tekka olmaydi. Pullaringni oldi tuyog'ing ish qiladi. Agar qo'lingdan kelsa, menga gullarimni qaytar. Nima? Gullarimni qaytarib ber. Esing joyidami? 365 savat. Bari qizil bu. Bitta ham o'qiy. Men sendan pul so'ragan emasman. Pullaringni oldi tuyog'ing ish qiladi. May. Meni sog'ligim uchun ichsang, ketaman. Seni g'irt o'g'ri. Qotil. Og'ufurish deyishadi. Kimsan o'zing? Nega odamlar sendan qo'rqadi? Ha. Shunaqa. Men ozod odamman. Nimani xohlasam, qachon xohlasam, shuni qilaman. Odamlarga keladigan bo'lsak, kim o'zlar? Olomon ertaga oyog'iga tuz cho'kishadi. Etagingdan o'pib, sen farishta e'lon qilishadi. Ular mendan qo'rqishadi. Chunki men hech kimdan qo'rqmayman. Agar o'shanda dorixonada dori yo'q deganimda nima qilarding? O'ldirardim. Endi-chi? Agar uyingdan haydasang, men o'zim Yolg'on. Qo'rqitmoqchimisan? xohlasang, sen meni o'ldir. Meni bunday qila olmasligimni juda yaxshi bilasan. Otaver, meni o'ldirganing uchun seni jazolashmaydi. Qaytanga mukofot berishlari mumkin. Hozir baqiraman. Ovozimni eshitib qo'shnilar chiqishadi. Nechta qo'shning bor? 20 ta. Demak, bu yerdan 20 ta jasadni olib chiqishadi. Men bunday vahshiyona falsafani ko'tara olmayman. Uyimdan tezroq yo'qol. Bo'g'irma. Kinga, bo'g'irma. Axir seni qartada yutib olganim yo'q. Sen men uchun Allohning marhamatisan. Hozir militsiyaga xabar beraman. Ja, qo'rqitib yubording-ku.
Nahot hech narsadan qo'rqmasang. Shu paytgacha bir narsadan. Sevgi nima ekanligini bilmay bu dunyodan o'tib ketishdan qo'rqardim. Endi esa mendan baxtiyor odam yo'q. Ertaga o'lamanmi, bugun o'lamanmi, menga baribir.